Hozir sizga bitta ovoz qo'yib beraman. Bu ovozni menimcha hammamiz eshitganmiz, lekin hech o'ylab ko'rganmisiz bu kimning ovozi? Originalni ko'rsataman. Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi. Bu o'zbek dublyaj san'atining darg'alaridan biri Valentina G'oziyevaning ovozi. Valentina G'oziyeva faoliyati davomida yana ko'plab filmlarda ishlagan. Siz bilanmi? Ha? Bilmadim. Agar rostini bilishni istasang, faqat seni deb qo'l urgandim bu ishga. Masalan, men o'qitadigan fan doirasida girdikapalak bo'lish yaramaydi deb hamisha ta'kidlayman. 3 yashar bolacha ham aqling yo'q. Nega o'tirib olding? Tur o'rningdan. Valentina G'oziyeva haqida so'rab surishtirganimda bir fikrni aytishdi. Vali opam nafaqat yaxshi dublyaj aktrisasi, balki yaxshi inson va yaxshi ustoz edilar deyishdi. Sizni xotiningiz bo'lganimda, men ham ketib qolgan bo'lardim. Mana shunaqa gaplar. Afsuski Valentina G'oziyeva haqida ko'p ma'lumot to'play olmadim. Ammo bilganim shuki, Valentina G'oziyevaning ovozi yana uzoq yillar quloqlarimizda jarang sochadi, qalblarimizda yashaydi. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'rtoqlar, 50 yil orqaga qaytamiz. Chinor ostidagi duel, Nortoy original bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, charchanyapsizmi? Rahmat. Rashid Malikov, qadrli do'stlar va Rashidga o'shanda necha yosh edingiz? Chinor ostidagi duelda syomkaga tushganimda 19 yashar edim. 19. Hozir men 67 ga kirdim. Bilasanmi? Tanishing bo'lmasa qiyin institutga kirish. Va bir narsa, bu Rashid Malikovning birinchi katta roli bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Agar shu rol bo'lmaganida, balki Rashid Malikov shifokor bo'lishi mumkin edi. Albatta. Yiqilganimni bilasizlar. Qizinglarni menga bersanglar. Shu rol bo'lmaganida balki men hozir shifokor bo'lardim. Chunki tibbiyot akademiyasida o'qiysiz. U paytda akademiyada men Toshkentda o'qirdim. Toshkent institutida. Qovun tushurding-ku. Shu film meni keskin taqdirimni o'zgartirdi. Nima deysiz? Shifokorlar oilasida dunyoga kelgansiz. To'g'ri. Otangiz qanaqa qabul qilganlar bu qarorni? Nortoyni o'ynaganimda Chinor ostidagi duelda hali ular sezishmas edi. Chunki tugatdim, yana o'qishga kirdim. Lekin men budikka kirayotganimda ana o'shanda meni Adam Rahmoniyning rosa ko'p jiddiy gaplashgan. Oxirida oqpotda bo'lgani barmi? Albatta. Baribir o'qishing kerak, Nortoy. Kelishdingmi? Albatta o'qiyman. O'g'iloy bilan ko'rishdingizmi kinodan keyin? Yo'q. Umuman? Yo'q. Telefonlashdingizmi? Bir marta telefonlashdim. Chunki ular umuman keyin kinolarni Shuna zagadочная yo. Bir marta telefonlashdim, 10 yil oldin boshqa ko'rmaganman u qizni. Topgan bahonangni qara. Seni 1 yil ko'rmasdim-da. Kelasi yilga birga borib o'qiymiz. Xo'p, otamni uylantiraman deyapti, bu ssenariyda bo'lgan. Bo'lgan. Haligi spirt joyi bo'lmagan. Uni haligi Soir Xo'jayev improvizatsiya qilib, "Zato vrachlar spirt bo'ladi." O'sha o'zida qoyillatgandi. Qoyil. Eng muhimi shuki, vrachda doim spirt bo'ladi. Rashid aka, sizga katta rahmat. Rahmat sizga. Chiroyli bo'lgan uchun sizga omad. Men уже syomka qilib bo'lganman. Endi sizga omad. Rahmat. Sizni xalq tanisin endi. Rahmat, aytganingiz kelsin. Rahmat. Rashid Malikov, qadrli do'stlar. Salomat bo'linglar. O'rtoqlar, hozir sizlarga originalini ko'rsataman. Yoki bo'lmasam, O'rtoqlar, sizlarga hozir originalini ko'rsataman. yoki bo'lmasam, O'rtoqlar, hozir sizlarga originalini mashq qiynaganlik. Abdulqayot Xo'jayev. Salom. Va mendan ko'p so'raysizlar-yu, Tom Hollandga kim ovoz bergan? O'rgimchak odam Tom Holland. Abdulqayot Xo'jayev ovoz berganlar. Rahmat aka. Ha? Otni qo'ygan. Yo'q-de. Rahmat. Salomat bo'ling. Bir umr ostanovkada achigan xonim sotsam ham, ochimdan o'lsam ham fikrimdan qaytmayman, oyi degan joyim bor. Bir umr ostanovkada achigan xonim sotsam ham, ochimdan o'lsam ham so'zimdan qaytmayman, oyi. Men unutganman, dunyolarni unutganman, kino olinayotganini unutganman. Ra'no opam Yarashevani aktrisaligini unutganman. Onam, go'yo haqiqiy onam meni ayirmoqchi.
telbamdan, devonamdan, yarmimdan endi topdim deganimda o'zimdagi bir insonni ayirmoqchi degan bir nima ketib qolgandek, bir o'ta qayg'urishmi nima desa bo'ladi. Juda ham berilib ketgan ekansizlar. Yaxshi ko'rgan o'sha sahnani. Ha, chaqirdim. Svidaniyaga chaqirdim, strelkaga, uchrashuvga chaqirdim. Ko'rgim keldi sizni. Bunaqa gaplashmaydi yigit degan qiz bola bilan. Sizga qanaqadir qiyinchiligi bo'lganmi? Falsafiy tomondan, ruhiy tomondan? In Black erkaklar uchun eng zo'r barbershop. Maza qilib ishlaganman jarayonda. Qanaqa qilib o'tib ketganini bilmayman. Qiynalganim, juda ham qiynalganim sovuq havo bo'lgan. Titroqdan o'zimni zo'rg'a bosib turardim. Tishimga bosib bo'lib ketib qolardik-da. Ahamiyat bersangiz, deyarli barcha sahnalarda tutun chiqadi sovuqdan. Esimda hali itni yoniga kelishim kerak. Shu tushib qo'yganman-da, yengi kaltada. Shu iloji yo'qmi kurtkada tushishi? Yo'q, iloji yo'q. Aziz aka Orziqulov operatorimiz, Ayub akam rejissyorimiz bo'lganlar. Shu tugal olindi deyishlar bilan yugurib postillarni kiyardik-da. Bekor o'lgansizlar. Nega o'lasizlar? Kinoda Uçamam ortidan intilib Telbani mantiqiy davomini kutmaymiz. Yo'q. Chunki bo'lmasa ham kerak, rejissyorlar ham, siz ham bunga qarshi bo'lsangiz kerak. Ayub akamdan qiziqib so'radim. Yo'q dedilar. Endi hamma o'lib bo'ldi. Shu chiroyli narsa chiroyli joyida qolsin va mana shu filmni yaxshi ko'rib kuzatuvchilarga kattadan katta rahmat aytaman, qo'limni ko'ksimga qo'yib. Boringlarga shukr, omon bo'linglar. Ana shunaqa. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Wow, o'rtoqlar, yana bitta zo'r manzilni topdim. Originalni ko'rsataman. Yulduzingni ber osmon filmini eslaysizmi? Eslaysiz-a? Hozir sizni tarixga qaytaraman. Ishonasizmi, shunda o'tirgan ekan. Ketdik. Qarang. Xo'p, sizga rahmat. Omon bo'ling. Biron narsa kerak bo'lib qolsa chaqirarsiz. Yaxshi yopib turing. Mana shu kursilar ham o'sha. Ba'zi bir detallar o'sha. Ishongim kelmayapti. Nahotki o'sha malikasiz? Yo'q, adashdingiz. Furqat Fayziyev o'tiradigan joy mana shu yer. Mana shu yerda o'tiradi. Qani siz sigiram sog'aman deng. Sog'aman. Xotinim shu yerdaligida sigirni u sog'adi. Stol ham xuddi shu-da. 30 yil bo'ldi. 1995-yilda Farid Davletovich tomonidan suratga olingan film. Keyin haligi yana bitta kichkina sirni aytaman, film siri. Endi bu sir bo'lib, sir emas. Karim Mirxodiyev xafa bo'lib go'yoki ko'chaga chiqib ketadi-yu, mana shu eshikdan chiqib ketadilar. Lekin bu eshik ko'chaga olib chiqmaydi. Tadam! Bu xona bu. Filmda go'yoki xafa bo'lib ko'chaga shu tomondan chiqib ketadilar. Uni qara-ya. Mag'rur. Va yana bitta ma'lumot, agar siz korxona tashkilotlarida faoliyat yuritsangiz, mazali taomlar yegiz kelsa, butun kollektiv bilan G'ayrat akamni Instagram sahifalarini mana ko'rsatyapman sizga, belgilab ham qo'yganman. Bemalol kollektiv bilan mazali taomlarni ishxonada o'tirib buyurtma bersangiz bo'ladi, yetkazib berish xizmatlari bor ekan. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Charx palagim, charx palak, aylanasan muloyim, to'xtatolmay men halak, yurgizganmi Xudoyim. To'xtatolmay men halak, yurgizganmi Xudoyim. Charx, 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 charx palak, to'xtatolmay men halak. Charx, 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 charx palak, to'xtatolmay
men halak. Qoyil. O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabov Charxpalak qo'shig'i, qadrli do'stlar. Avaz aka, katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bu qo'shig'i biz hali ham maza qilib eshitamiz. Rahmat. Charx, 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 Charxpalak. Kelgindi kuyov olingan chinor oldiga keldim, qadrli do'stlar. Menimcha bir 1000 yillik tarixga ega bo'lsa kerak va afsuski ana shu 1000 yillik tarix sekin qurib sinib boryapti. Ey yaratgan egam, umrboqiy chinor ostida senga iltijo qilaman. Mana shu lattalarni bog'lab ketganlarga savolim bor-da. Baxtli bo'lib ketdinglarmi? Insof bersin. Xo'p, o'rtoqlar, bu yerda juda ham ko'p sahnalar olingan. Farruh Soipov ko'rib qoladi Lola Yo'ldoshevani raqsga tushayotganini. Hay yashangi, baraka toping. Voy, bormisiz? Ha, barakalla. Va yoki bo'lmasam o'sha yosh katta avlod vakillari kelib shu chinor haqida gaplashib o'tiradigan joylari bor. Shuncha azobu iztiroblarga chidagan chinor barkavak bo'lsa-da, hali ham yashab kelyapti, yashab. Perfetto fast foodlari juda ham mazali va halol. 82 ming so'mga 3 ta burger, 1,5 litrli kola, maza qilib qorningizni to'ydirib oling. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xondoyliq qishlog'i. Ma'lumot uchun kelsangiz Toshkentdan bir 50-60 kilometr narida. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Mulanga kim ovoz bergan? 1998-yilda ekran yuzini ko'rgan multfilmning o'zbekcha dublyajida kimlar ishlagan? Juda ajoyib reja. Qani ketdik. Mana bu ovoz. Mana men. Kimgadir yordamim kerak bo'lib qoldimi? Bu Farhod Abdullayev. Keyingisi Ovozini o'chir, yaramas qiz. Erkaklarning ishiga aralashma. Omon Abdurazzoqov. Keyingisi Ya, esingni yig', xafa bo'lma. Tohir Do'stxo'jayev. Keyingisi Shu paytgacha qayoqda eding? Kutaverib ko'zimiz tort bo'ldi-ku. Barno Qodirova. Keyingisi Hech qisi yo'q. Menda omad keltiradigan chigirtka bor. Shirin Azizova. Keyingisi Vatanga xizmat qilish agar bilsang, erkaklar burchi. Farziddin Fayozov. Keyingisi Xitoyni sara askarlarining kapitani. Yo'q, dunyoning eng buyuk armiyasining kapitani. Behzod Muhammad Karimov. Keyingisi Kim kuchli bo'lsa, o'shani borishiga to'g'ri keladi. Fayzulla Ahmedov. Keyingisi Endi o'zingdan ko'p tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Sobirjon Rahimjonov. Keyingisi Yo'qol. Orapayt imperator taslim bo'lsa, kunlaring bitdi. Bu esa Rustam Karimovning ovozi. Va nihoyat Mulan. Sizlarni uyaltirib qo'ymaslikka harakat qilaman. Bu teatr, kino va dublyaj aktrisasi Karomat Isomovaning ovozi. Kechiring, to'polon qilmoqchi emasdik. O'zingiz bilasiz, yaqinda keldik. Aytgancha, sochimni in blackda oldiraman. Tavsiya qilaman. Menimcha bu bolani tomi ketib qolgan, kapitan. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Dunyo mening uyim, osmon yopinchim, ro'yu zamin to'shagim, Raju mening ismimdir. Lekin odamlar yaxshi ko'rib, birinchi raqamli hammol deb chaqiradilar.